Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda anomal issiq qachondan pastlashi ma'lum qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun albatta like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda davom etayotgan anomal issiq ob-havo 21-iyul seshanba kunidan boshlab chekina boshlaydi. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Ungacha esa mamlakatimizda juda issiq kunlar bo'lishi kutilmoqda. Dam olish kunlari shanba va yakshanba kunlari issiq yanada kuchayishi, kunduzi havo harorati 42-45 darajagacha, janubiy viloyatlarda va cho'l hududlarda esa 46-48 darajagacha ko'tariladi. Shamol tezligi ham kuchayadi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Dushanba 20-iyul kuni ham ekstremal issiq harorati bo'ladi deyiladi. Butun mamlakatda saqlanib turadi. Faqatgina shimoliy g'arbiy hududlarda, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati past bo'lishi kutilmoqda. 21-iyul seshanbadan boshlab esa respublikaning barcha hududlarida havo harorati sezilarli darajada, ya'ni 6-9 darajagacha pastlaydi. Nafas olish ancha yengillashadi shundan so'ng.